Tramp AQSh va Eronning savdo hujumlaridan so'ng o't ochishni to'xtatish rejimi tugaganini aytdi. Tramp o't ochishni to'xtatish rejimi tugaganini aytdi va Eron rahbarlarini axlat deb atadi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv tugadi, deya mamlakat rahbariyatini yangi otishmalardan so'ng ko'ki va kakuk deb ta'kidladi. Turkiyada bo'lib o'tadigan NATO sammiti oldidan so'zlagan prezident amerikalik muzokarachilar, agar xohlasalar, muzokaralarni davom ettirishi mumkinligini aytdi, biroq buni vaqtni behuda sarflash deb bilishini aytdi. Neft narxlari Trampning izohlaridan keyin ko'tarildi. Garchi Hormuz bogozi to'liq yopilishi paytida kuzatilgan yuqori ko'rsatkichlardan hali ham ancha past. Seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi AQSh va Eron o'rtasida iyun oyida mojaroga chek qo'yish va kemalarning bogozdan xavfsiz o'tishini nazarda tutuvchi muvaqqat kelishuv imzolanganidan beri eng yomon zarba savdosi kuzatildi. Menimcha hammasi tugadi. Men ular bilan boshqa muomala qilishni istamayman. Ular axlat, ularni kasal odamlar boshqaradi va ular yovuz, zo'ravon odamlar, dedi Tramp. Biz kelishuvga erishamiz. Ular Eron tashqariga chiqishadi, matbuot bilan suhbatlashadi. Biz bu haqda hech qachon gaplashmaganmiz, deyshadi. Ularda nimadir noto'g'ri. Ular kakuk. Mening fikrimcha hammasi tugadi. AQSh markaziy qo'mondonligi Tentom seshanba kuni 3 ta tankerga qilingan hujumlarga javoban kuchli zarbalar berganini ma'lum qildi. AQSh Ukrainaga havo hujumidan mudofaa tizimi uchun Patriot raketalarini yaratish uchun litsenziya berdi. 8 iyul kuni Rossiyaning Ukrainaga bergan zarbalari kamida 7 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Chunki Kiyev armiyasi AQSh prezidenti Donald Tramp va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning NATO sammitidagi uchrashuvi arafasida bir necha rus tankerlarini urib tushirgan. Uchrashuvda Tramp AQSh Ukrainaga Rossiya raketa hujumlariga qarshi turish uchun Patriot havo mudofaa tizimlarini ishlab chiqarish uchun litsenziya berishini aytdi. Urush uchun texnologiyaga juda muhtoj bo'lgan Kiyev uchun katta to'ntarish. NATO sammitidan keyin Eron va Ukraina urushlari qayoqqa ketyapti? Eron va Qo'shma Shtatlar o'rtasida yangi zarbalar va keskin sulh bekor qilindi. Eron bilan urush qayta boshlanmoqdami? Nipr transkriptlarining aniqligi va mavjudligi farq qilishi mumkin. Transkript matni xatolarni tuzatish yoki yangilanishlarni audioga moslashtirish uchun qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Nipr.org saytidagi audio asl translyatsiya yoki nashrdan keyin tahrirlanishi mumkin. Nipr dasturlashning nufuzli yozuvi audio yozuvdir.